Xo'p, assalomu alaykum do'stlar. Demak, attestatsiya 9-test tahlilini boshladik. Birinchi savol. To'g'ri jismli tekis harakat qilayotgan jism koordinatalari vaqt bo'yicha quyidagi qonuniyatlar bilan o'zgaradi. X teng 3 plus 4 ta, y teng 5 plus 3 ta. Jismning harakat tezligini toping. Xo'p, demak, jism bir paytda o'zida ham x o'qida, ham y o'qida harakat qilayotganligi uchun uni natijaviy tezligi ildiz ostida vx kvadrat plus vy kvadrat degan ifodadan topiladi. Endi vx ni topish uchun nima ish qilamiz? X dan birinchi tartibli hosil olamiz. 3 plus 4 dan hosil olsam 4 metr taqsim sekund. Demak, bu jismda x o'qida tezligi 4 metr taqsim sekund. Endi y o'qidagi tezligini qanday qilib topamiz? Uning uchun y dan birinchi tartibli hosil olamiz. 5 plus 3 dan hosil olsam 3 metr taqsim sekund. Ana endi natijaviy tezlikni formulasiga borib qo'ysam 4 kvadrati plus 3 kvadrati bo'lib, shunda javob 5 metr taqsim sekund bo'ladi. Hop, C javobda turibdi. Hop, ikkinchisi. Rasmda jism tezlanishini vaqtga bog'lanish grafiki berilgan. Grafikdan foydalanib jismning 12 sekund paytdagi tezligini aniqlang deyapti. Xo'p, tushunarli. Demak, jism umumiy harakatni 3 qismga bo'lib harakatlanibdi. Dastlab mana 0-sekunddan boshlab 4-sekundgacha u -2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan sekinamchan harakatlangan. Kelinglar shu 4-sekundga tezlik topamiz. V4 teng V0 modulosida A karata V0 10 minus tezlanishimiz 2, vaqtimiz 4. Shunda 2 metr taqsim sekund chiqdi. Demak, u 4-sekundda 2 metr taqsim sekund tezlikka erishar ekan. Ana endi 4-sekunddan boshlab to 8-sekundgacha tezlanish 0 ku. Bu degani tekis harakat qilyapti. Ana endi 8-sekunddan boshlab to 12-sekundgacha tekis tezlanuvchan harakatlanyapti 4 degan tezlanish bilan. Demak, 8 ni boshidagi tezligi 4-sekundda tezlikka teng. Chunki 4 dan 8 gacha tekis harakat bo'ladi. Tezlanish 0. 2 metr taqsim sekund. Endi men 12-sekunddagi tezlikni topadigan bo'lsam, 8-sekundda tezlikka qo'shaman A kira T ni. Xo'p, V12 teng 8-sekundda tezlik 2, tezlanishimiz 4, 8 dan 12 gacha ketgan vaqt 4 sekund. Shunda 18 metr taqsim sekund bo'lar ekan. Va B javobda turibdi. Xo'p, uchinchisi. Birinchi jism A va B punktlarga borib kelish uchun 3 sutka sarfladi. Xo'p, demak T1 3 sutka. Xo'p, ikkinchi jism esa 7 sutka sarflaydi. Demak, T2 teng 7 sutka. Xo'p, 6 sutka ichida bu jismlar necha marta uchrashadi deyapti. Xo'p, tushunali. Quyidagicha ish qilamiz do'stlar. Har bitta borib kelishlarni o'rganamiz. Mana bu A punkt bo'lsa, bu tomon B punkt bo'ladi. Xo'p, gorizontal o'qda esa vaqtlarni chizib olamiz. Xo'sh, mana bu B punktga borish chizig'i qizil. Endi birinchisini o'rganamiz. Xo'p, birinchisi 3 sutkada borib kelar ekan. Bu degani 1,5 sutka borgan, 1,5 sutka qaytganni faraz qilib turamiz. Xo'p, demak, mana 1,5 sutka bordi, 1,5 sutkada qaytdi. Xo'p, yana bordi. Xo'p, yana qaytdi mana. Shuna bo'lib ketyapti. Qora rangda bu. Birinchi jismniki. Endi vaqtlar oralig'ini chizib qo'yaman. Mana bu 1,5, mana bu 3, bu 4,5, mana bu 6. O'zi bizdan 6 sutka ichidagini so'raganda 6 gacha o'rgansak bo'ldi. Xo'p, mana tomoni necha bo'ladi endi? 1,5 qo'shsak 7,5. Ketaveradi va hokazo. Endi ikkinchisi xo'p, nima qilyapti? 7 sutka sarflaydi. Demak, 3,5 sutka borgan, 3,5 sutka qaytgan. Endi 3,5 degan oraliq taxminan shu joyga mos kelsa, demak, ketdi mana. 3,5 sekund vaqt sarfladi. Xo'p, 7 endi taxminan mana joyda bo'ladi. Xo'p, mana. Endi 6 sutka davomida necha marta uchrashadi desa, shu 6 ni chegara qilib qo'yib olasiz o'ziga mana. Shu qizil chiziqgacha necha marta uchrashgan. Uchrashlar mana 7 edi. Uchrashishlar sonini topish uchun siz grafiklarini kesishgan joylarini sanaysiz mana.
Hop, bitta kesishda, ikkita kesishda, 3 ta kesishda, 6 sutka davomida. Demak, jami ular 3 marta uchrashar ekan. Butun harakat davomida. Doim bunaqa tipdagi savollarda shunaqa grafikdan hal qilib qo'yaverasiz. Hop, 4-inchisi Nyutonning 3-qonuni qachon bajariladi? Nyutonning 3-qonuni nima edi? Aks ta'sir qonuni, ya'ni ikkita o'zaro ta'sirlashayotgan jismlar miqdor jihatdan teng, lekin yo'nalish jihatdan qarama-qarshi yo'nalgan kuchlar bilan ta'sirlashadi. Bu har doim o'rinli bo'ladi. Hop, impuls saqlanadigan to'qnashuvda ham, energiya saqlanadigan to'qnashuvda ham impuls ham energiya saqlanadigan to'qnashuv. Yuqorida sanab o'tgan hammasida bajariladi. To'qnashsa bo'ldi, hisob. Hop, shunda D javob to'g'ri bo'lyapti. 5-inchisi endi aravacha gorizontal yo'nalishda ildiz 44 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlansa, ipning taranglik kuchi necha newtonga teng deyapti. Hop, ta'sir qiluvchi kuchlar o'rganamiz. Pastga og'irlik kuchi mg, hop, keyin ip bo'ylab taranglik kuchi mana bu yerda taranglik kuchi bo'ladi. Endi hop, aravacha chap tomonga harakatlansa, inersiyaning hisobiga yuk, ya'ni sharcha o'ng tomonga harakatlanadi. Ma degan kuch bilan. Hop, natijada endi kuchlardan uchburchak yasaydigan bo'lsa, mana gipotenuzada taranglik, hop, bu tomonga yo'nalgan ma degan kuch bor, inersiya kuchi va pastga yo'nalgan og'irlik kuchi bor mana. mg. Siz bu yerdan taranglik kuchini topmoqchi bo'lsangiz, izdosda mg ning kvadrati plus ma ning kvadrati bo'ladi. Hop, bu yerdan m kvadratni ildizdan tashqariga chiqarib olsangiz, oxiri m teng ildizda g kvadrat plus a kvadrat bo'ladi. Hop, shunda 2 ildizda 10 ning kvadrati plus ildizda 44 ning kvadrati bo'lib, oxiri 24 newton chiqar ekan. Bu B javobda turibdi. Hop, 6-inchisi h teng 1.25 metr balandligida turgan 0.1 kilogramm massali elastik jism yerga urildi. Bunda jism impulsi o'zgarishini aniqlang. Hop, elastik jism degan uchun demak u necha tezlik bilan urilgan bo'lsa yerga, shu tezlik bilan qaytib ketgan. Hop, mana urilishi v1 bo'lsa, qaytishi v2 bo'lsin mana. v1 bilan urilgan, v2 bilan qaytgan. Endi impuls o'zgarishini topmoqchi bo'lsak, vektor ayirib qo'yish kerak. p1 vektor minus p2 vektor har qanday holatda. Hozir tezliklari qarama-qarshi yo'nalganligi uchun impulslari ham qarama-qarshi yo'naladi. Shuni hisobiga delta p teng p1 plus p2. Hop, p1 bor joyga m v1, p2 bor joyga m v2. Endi hozir v1 imiz v2 ga teng-ku, shuni hisobiga 2m v deb qo'yamiz. Endi v ni qayerdan topamiz? Bizga h berilgan. h teng v kvadrat taqsim 2g. Bu yerdan men v ni topadigan bo'lsam, ildizda 2g h bo'ladi. Keyin impuls o'zgarishini formulasiga olib borib qo'ysak, 2m ildizda 2g h bo'ladi. Shuni hisoblab qo'yamiz endi. 2 ko'paytiruv 0.1, 2 kere 10 ko'paytiruv 1.25. Xo'p, 5 bo'ladida 10, shunda 1 chiqar ekan oxiri. 1 kilogramm ko'paytiruv metr taqsim sekund. Impuls o'zgarishi va D javobda turibdi. Xo'p, 7-inchisi tarozida jism massasini aniqlash uchun quyidagicha tajriba o'tkaziladi. Dastlab jism tarozini chap tomoniga qo'yilganda tarozi muvozanatda turishi uchun o'ng tomonga m1 4 kilogramm massali. Xo'p, jism tarozini o'ng tomoniga qo'yilganda tarozi muvozanatda turishi uchun chap tomonga 9 kilogramm massali qo'yilgan bo'lsa, jism massasini aniqlang. Xo'p, bu ikkita holat uchun, ya'ni bir marta shu chap tomonga qo'yilgan holat uchun, bir marta o'ng tomonga qo'yilgan holat uchun momentlarda yozsangiz, oxirida deb qoladi. Tarozida o'lchangan yukda massasi yoki og'irligi so'raladi odatda. Masalan, og'irligidan boshlaylik. Og'irligi topish uchun ildizda p1 ko'paytiruv p2 dan foydalanasiz. Massasini topish uchun ildizda m1 ko'paytiruv m2 dan foydalanaverasiz. Hozir sizda massa haqida gap ketgani uchun ildizda 4 ko'paytiruv 9 bo'ladi. Unda ildiz chiqarsangiz 6 kilogramm. Demak, siz o'lchayotgan yukning massasi 6 kilogramm ekan. Siz ana shu 6 kilogrammni muvozanatda ushlab turish uchun birinchi holatda 4 kilogramm yuk qo'ydingiz. Nimaga? Yelkalar farq qiladi-da. Aslida 6 bilan muvozanatda ushlab turishingiz kerak, lekin yelkalar farq qilgani hisobiga massalar ham farq qiladi. Xo'p, keyingi holatda 52 ga qo'ygan tomoningizda, 52 ga qo'yganingizda endi 6 kilogrammni muvozanatda ushlab turish uchun sizga endi 9 kilogramm kerak bo'lar ekan. Bunda ham yelkani hisobiga farq qilyapti.
Xo'p, 8-si. Agar ko'lning chuqurligi 5 metr bo'lsa, ko'l tubidagi suvning bosimi necha kilopaskal deyapti. Xo'p, qarang. Ko'l tubidagi suvning bosimi deyapti-da. Ko'l tubidagi bosim demayapti. Agar ko'l tubidagi bosim deganda atmosfera bosimini ham qo'shardik. Hozir faqatgina suvning bosimi degan uchun gidrostatik bosimni hisoblab qo'yamiz xolos. Rho suyuqlik JH 10^3, G'miz 10, H'miz 5. Xo'p, shunda 50 kilopaskal deyapti. Agar xo'p, ko'l tubidagi bosim deganda, ya'ni suvning degan joy bo'lmaganda, P0 dan ham qo'shib qo'yardingiz-da, unda javob 150 chiqardi. Xo'p, 9-si. Havo pufakchasi ko'l tubidan ko'tarilayotganda unga ta'sir qiluvchi Arximed kuchi qanday o'zgaradi, deyapti. Xo'p, tushunarli. Demak, mana bu ko'l bo'lsa, bu birinchi vaziyat bo'lsin. Xo'p, endi tepaga chiqqanda bu ikkinchi vaziyat bo'lsin. Klaperon tenglamasini yozamiz. P1 V1 taqsim T1 teng P2 V2 taqsim T2. Endi odatda pastdan tepaga chiqayotganda, ya'ni ko'lda tubidan sirtiga chiqayotganda temperatura o'zgarmaydi. Shuni hisobiga mana ular qisqartirib olamiz. Endi V2 ni topaman. V2 ni topsam P1 taqsim P2 ko'paytiruv V1 bo'ladi. Shunga qarab turib endi hajm ortadi yoki kamayadiga javob beramiz. Xo'p, ko'lda tubida bo'lgan holatida, ya'ni birinchi holatda P1 teng bosim P0 plus rho suyuqlik JH bo'ladi. Endi sirtiga chiqqan paytda ana rho JH bo'lmaydi. Nimaga? Chunki balandlik 0 bo'lib qolyapti-da. Balandlikda olishda nima qilinardik? O'rganilayotgan nuqtadan suvda ochiq sirtigacha bo'lgan masofa edi. Ochiq sathigacha. Hozir ikkinchi holatda, ya'ni sirtiga ko'tarilgan paytda u 0 bo'lib qoladi. Demak, xo'p, ikkinchi nuqtadagi bosim birinchi nuqtadagi bosimdan kichik. Tubidan tepaga chiqqan sari bosim kamayar ekan. Xo'p, endi V2 teng P1 taqsim P2 kara V1 ifodaga ko'ra. Xo'p, hozir P2 P1 dan kichikmi, ya'ni mahraj kichiklashsa, demak kasrli qiymati ortadi. Shuning uchun javob ortib boradi deymiz. Xo'p, 10-si. Jism hajmining 3/4 qismi suvdan chiqib turgan bo'lsa, jism zichligini aniqlang deyapti. Xo'p, demak ustidagi hajmni bizga beryapti. Ustidagi hajmni topish formulasi bor edi. 1 minus rho jism taqsim rho suyuqlik kara v jism. Botgan hajmniki bilasizlar, rho jism taqsim rho suyuqlik kara v jism bo'ladi. Hozir ularni aytish bo'yicha ustidagi qism 3/4 qismini tashkil qilar ekan. V jism 1 minus rho jism taqsim. Xo'p, suvda deganligi uchun demak 1000 yozamiz ichlikka ko'paytirib v jism. Shunda v jismlar qisqarib ketdi. Oxiri rho jismni topsam 250 kilogramm taqsim metr kub chiqar ekan. Bu B javobda turibdi. Xo'p, 11-si. Ikkita matematik ipining uzunliklari nisbati L1 taqsim L2 9 taqsim 4 ga teng. Biror vaqt davomida birinchisi 20 marta tebransa, ikkinchisi necha marta tebranadi? Xo'p, tushunarli. Demak, biror vaqt davomida deganda vaqtlar tengligini bildik. T1 teng T2. Endi matematik haqida gap ketyapti-yu, uni tebranish davrining ikkita formulasi bor. Birinchisi tarixga binoan formulasi kichkina t taqsim n. Keyingisi 2pi ilzosda L taqsim J. Hozir bizdan tebranishlar soni haqida gap ketganligi uchun so'rayapti. Shu yerdan n ni topamiz. Bu formuladan n ni topadigan bo'lsam, demak, xo'p, nima bo'ladi? T taqsim 2pi bo'ladi. Ko'paytiruv ilzosda J taqsim L mana. Tebranishlar soni. Xo'p, bunday qilaylik-da. Endi shuni ikkita holatini yozib bo'lib tashlaymiz. Xo'p, n1 taqsim n2. Mana shu doirachaning ichidagi formulani ikkita matematik uchun yozsam, vaqtlari bir xilligi uchun mana bu qism qisqarib ketadi. Xo'p, j'lar ham qisqarib ketib qoladi. Shunda uzunliklarda nisbatiga teskari bo'lib qoldimi? Ilzosda L2 taqsim L1 bo'lib qoldi. Endi uni qo'yamiz. Birinchisi, xo'p, 20 marta tebranuvdi. 20 taqsim n2 teng ilzosda sizda L2 taqsim L1 emas, L1 taqsim L2 bor. Demak, teskarisini yozamiz. 4 taqsim 9. Xo'p, ildiskasiz 2 taqsim 3. Bu yerdan n2 ni topsangiz, mana proporsiya bo'ladi, bilasizlar. Xo'p, 20 kira 3 taqsim 2 bo'lib 30 chiqadi. Demak, masala
matematikda T branch davrining ikkita formulasini yozib, endi topdik hamda vaqtlar tengligidan foydalandik. Xo'p, 12-si 32 gram metan, ya'ni SH4 gazda nechta elektron bor deyapti. Demak, sizdan elektronlar sonini so'rayapti. Siz oldin nechta molekula borligini topib olishingiz kerak 32 gram metanda. Xo'p, molekulalar sonini topish uchun nima ish qilamiz? N teng, bilasizlar, modda miqdorini formulasidan massa taqsim molyar massa N Avogadro. Massamiz 32, endi molyar massa berilgan, mana hozir 16 oling deyapti. 16 ko'paytiruv 6 10 darajasi 23. Xo'p, shundan ne chiqadi? 12 10 darajasi 23 ta. Demak, siz o'rganayotgan 32 gram metanda shuncha molekula bor. Lekin sizdan molekulalar sonini emas, sizdan elektronlar sonini so'ragan. Endi qarang, SH4 bu S612 degani bilasizlar, keyin 4 ta vodorod barobar. Mana bu pastdagi sonlar yig'indisi protonlar sonini beradi mana. 6 plus oldida 4 bo'lgan uchun ko'paytirib qo'yasiz, 4 kira 1. Shunda 10 chiqadi. Demak, bitta metanda 10 ta elektron bor. Nimaga protonlar sonini elektronga tenglayapti? Chunki neytral holatda ikkalasi bir-biriga teng. Endi sizni 32 gram metaningizda nechta molekula bor? 12 10 darajasi 23 ta. Demak, qarang. Proporsiya qilasiz. Bitta molekulada 10 ta bor. 12 10 darajasi 23 tada qanaqadir x ta elektron bor. Bu yerdan siz x ni topadigan bo'lsangiz, 12 ko'paytirib 10 darajasi 24 ta bo'ladi. Bu ajobda turibdi. Xo'p, 13-si bir atomli 12 mol gaz 100 kelvinga qizdirilganda uning ichki energiyasi qanchaga ortadi deyapti. Xo'p, tushunarli. Demak, delta U teng shunchaki I taqsim 2 nu R delta T dan hal qilib qo'yamiz. Bir atomli degan uchun 3 taqsim 2 nu bor joyga 12, universal gaz doimasi 831 ko'paytiruv delta T ga 100 yozamiz. Xo'p, shuni hisoblab qo'ysak bo'ldi. Javob chiqadi. Xo'p, 14-si kondensator akkumulyatorga ulanganda W energiya to'playdi. Bunda akkumulyator qancha energiya sarflagan deyapti. Xo'p, akkumulyator deganda manbani nazarda tutyapti. Mana bu kondensator bo'lsa, u manbaga ulangan. Xo'p, manbani EUkasi bor. Endi sizdan so'rayaptiki, kondensatordagi energiya bilan akkumulyator sarflagan energiyani so'rayapti. Kondensatorning energiyasi W teng Q kira U taqsim 2 edi. Mana shu Q kira U ni siz Q kira EUK ga almashtirsangiz, chunki umumiy kuchlanishda o'rniga EUK yozish mumkin, taqsim 2. Shunda mana Q kira EUK bu manbaga tegishli bo'ladi. Bu yerdan Q kira EUK ni topsangiz 2W bo'ladi. Demak, doim manbada ajraladigan issiqlikda yarmi kondensatorga ketar ekan. Kondensator uni yarmini to'playdi. Xo'p, bo'ldi. Demak, 2W bo'ladi. Manba 2W chiqaradi, kondensator uni W sini yig'adi. Qolgan W isrof bo'lib ketadi. Xo'p, 15-si qaysi jarayonda jismga tashqaridan energiya berish talab etilmaydi? Xo'p, demak, birinchisi qaynash. Qaynash uchun nima bo'ladi? Doimiy ravishda tashqaridan issiqlik berib turish kerak. O'shanda keyin qaynaydi. Demak, ular aytgan fikrga zid. Ikkinchisi sublimatsiya. Bunda ham xuddi shunaqa, ya'ni nima edi bu? Kristal holatdan birdaniga gaz holatga o'tishi. Bunda ham issiqlik berish kerak. Xo'p, erish jarayonida ham xuddi shunaqa. Endi kondensatsiyada unaqa emas. Kondensatsiyada teskarisi bo'ladi. Naborat atrofga issiqlik beradi bu. Xo'p, shuni hisobiga mana bu D javob to'g'ri bo'ldi.